Assalomu alaykum. Eron hamdon pista ishqibozlari. Hayitlarni yaxshi o'tkazdinglarmi? Mana bugun 23-mart 2026-yil. Esinglarda bo'lsa, yaqinda Eron pistalarini videolarini qo'ygan edik. O'tgan yil ham qo'yganmiz. Mana hozir baklari yashnab qancha rivojlanib qoldi. Akbariy sorti ekishga tayyor bo'lib qoldi. Mana kimga kerak bo'lsa telefon nomerlarini qo'yamiz, aloqaga chiqsa. Xudo xolasa yirik sortlardan ekkanmiz. Ustozimizni maslahatlari bilan Namangandan Nurmuhammad tog'a ustozimiz bo'ladi.